Shogird. Ustoz. Ha, bitta gazvada olib kel bir bakilashga. Ko'pmi bu? Menga qara, odamni sharmanda qilib zdacha so'rab yurma. Kanisaning ustalarida sezoni kelganini hamma bilsin. Xo'p. Usta, sizlarda insof bormi o'zi? Sezonda nima qiladi insof bizda? Qishda kelasiz. Qishda $50 o'zlaringga konditsionerni sotib ketdim. Hozir shogirdingiz $300 qo'yib beraman debdi. Nima? $300 dedimi? Va shogird, anaqa kel. Ustoz. Buni odamga $300 dedingmi? Men senga $500 dan kami yo'q deganmanmi? Bu turishda sanlarda 1-2 bo'lmaydi. Sezon keldi desa 10 barobar, 20 barobar ustiga qo'yib sotasanmi? Tovib turgan pulingni balangga olib kirib yediryapsan, chiqib ketadi. Yig'ishlar, ibratli gapingni. Sezonda 1-2 bo'lish shart emas, birimiz 3 bo'lish kerak. Qachon emasam biz ham. Mali bo'lamiz. Ha. Bizni Rossiyadan kuzatib turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, sizlarga zo'r tavsiya. Tezda telefonda olinglarda Tanga Pay degan ilovani o'rnatib olinglar. O'sha ilova orqali siz O'zbekiston Uzcard Humo Visa kartaga bemalol pul jo'natsangiz bo'ladi. Undan tashqari uyingizga dollarda naqd pul jo'natsangiz ham bo'ladi. O'sha ilovani o'zidan siz uyingizni gaz, suv, svet, kommunal muammolarini shunday to'lab hal qilib olsangiz ham bo'laveradi. Xullas, Tanga Payda ishlatib ko'ring. Men senga o'g'il tug'ib berdimmi? Gul ko'tarib kelyapsan. Parasat. O'zingiz yo'limga chiqib yordingiz. Urvordim. Nima bo'ldi endi mana? Nima bo'lardi? Zo'r bo'ldi, mazza qilyapman. Pista bodom olib keldingmi? Ha? Anakka qo'y, suvni olib bergin. Yaqinda o'g'limni uylovdim degan. Kelinni qulpinoy yegisi kelyapti. Ko'zingni katta-katta qilma menga ko'zingni. Senga arzon tushyapti, qimmat tushgan yo'q shunday. Doktor, ana odam yomon mashinaga urvorgandan emas, tinmay so'q. Nima deyapsan? Amakim qachon tuzaladi deyapman. Havoni issiqligini ko'ryapsan. Hozir nima qilaman? Shoshilib tuzalib ol. Kuzlarga tuzalaman-chi, havolar ham qaytib qoladi, ha? O'ylama o'zi shunday ham oson qutulyapsan mendan. O'ylama. Mani Cobalt'im doda 10 yildan basi moda salonlar shinay. Tog'a? Sig'ar mashinangizga? Jiyan, bu Cobalt bu. Buni saloni keng bo'ladi. Sani yotadigan xonangdan katta. Sol narsalarni. Bagajga solmaymizmi? Bagajni mehmonxona qilib qo'yganman, odam bor. Tog'a, chorsa tashabmi? Ishtamanman. Taksi chaqirib ketaver jiyan. Qana taksi? Fast degan taksini bilasanmi? Ol telefoningni, ilovasini tortib ol, vaqti zo'r taksi. Ham tez keladi mashina, ham narxi ham yonbop. Chaqir o'shanda. Ana chaqirdim. Ana zakaz keldi. Chorsaga borasanmi? Tog'a, aytdim-ku ishtaman deb. Jiyanizmanu, menga qara jiyan. Ish o'zini yo'liga, qarindoshchilik o'zini yo'liga. Buni bir-biriga aralashtirsang 1-3 bo'lmaydi hech qachon. Bo'lmabdi. Nima qilyapsiz, tog'a? Hadoyini ko'ryapman. Babi Cobalt ketmaydi. Cobalt vashi yumshoq mashina. Tog'a bu Mers bu, Mers. Hamma muammo mana shunda-da jiyan. Buni egasi Cobaltni minib ko'rmagan. Bo'lmasa Mers olarmidi? Nima yuryapti bu qizlarni o'zidan o'zi? Videoni shunaqa qilib boshlamasak, prosmotrlar ketmayapti-da. Xo'k bu. Qo'y qizim, siz ketavering. Bu tekinga gaplashishni qilib qo'y. Sizga aytgan jiyani mana shu bo'ladi. Shunga yaxshilab o'zingiz tushuntiring. Bizning integral skool maktabimizda 1-sinfdan 11-sinfgacha o'quvchilar aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan holda o'qitiladi. Tog'a, oylik necha pul ekan so'rab bering. To'nka o'qiysan, ishlamaysan bu yerda. Maktabimizda eng yaxshi reytingga ega bo'lgan o'quvchilar keyingi oyga bepul o'qishlari ham mumkin. Zo'r. O'zini aqlli deb o'ylayapti To'nka. Nima deb turadingiz? Aytaveringiz. Bizning maktabimizni bitirgan o'quvchilar chet elga ishlagani bas, nufuzli universitetlarda o'qigani borishadi. Mana o'zi shunaqa o'yladim. Menga qarajiyan. Bu maktabda eng menga yoqqan tomoni o'zini yotoqxonasi bor ekan. Yotoqxona ham maktabning yonida ana. Yangi qilib qurib qo'yibdi. Xonalar komfort ekan, televizor, konditsionerlar bor ekan. Uyimiz yo'ldagida domda-yu. Nima kerak bu yotoqxonani? Jiyan, qara. Biz ham sansizmdek o'zimiz o'ylaviy yashab ko'rmoqchi edik-da mazza qilib.